Xo'sh, oldin tanishib olsak, meni ismim Hojiakbar, familiyam Hikmatjonov, trading sohasi bilan 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. Demak, agar kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, обязательно obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham foydali video darslar hali oldinda va hozir ham bor. Bilan birga agar biza narxga trendini tortib oladigan bo'lsak, agarda va demak bugun sizlar bilan tilla va valyuta paralarida bu haftada qanaqa ssenariylar bo'lishi mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib tilladan boshlaydigan bo'lsak, bizda haftalik time frame. Haftalik time frame'da biz nimani ko'rishimiz mumkin? Narximizda cho'tki impulsiv o'sish davom etyapti va bizda idealniy uptrend shakllangan. Kanal hosil qiladigan bo'lsak, narximiz kanalda deyarli maksimumigacha yetib keldi. Va bu narsani agar biza D1 grafik olsak, bir kunlik grafikda qaraydigan bo'lsak, sal pastroqda bo'ladi zona liniyamiz, ya'ni trend liniya mana shu ko'rinishda bo'ladi va bizda mana buzib o'tgani ложный пробой bo'lib qolib ketadi. Va kanal aynan mana shu ko'rinishda bizda tillarda belgilab olinadi. Belgilab olganimizdan keyin D1 grafikda nimani ko'rishimiz mumkin? Narximiz juda ham kuchli aynan zonada turibdi. Bizda bu joyda maksimum bo'lgan, buzib o'tilgandan keyin retest va flat holati kuzatildi. Narx impuls bilan pastga buzib o'tdi va hozirgi momentda aynan shu nuqtani buzish juda ham qiynalyapti. Agarda narximiz mana shu nuqtani buzib o'tadigan bo'lsa, narxda biz yaxshigina impulsiv buy ko'rishimiz mumkin va aynan narximizda keyin reaksiya olishi mumkin bo'lgan nuqta 3000 dan teparoq ham bo'lishi mumkin. No, примерно 3000 atrofidan keyingi korreksiyani biz tillada ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga biz nimani belgilab olishimiz mumkin? Bizda D1 grafikda ichki trend bor edi, mana ichki trend va u уже buzib o'tilgan. Lekin narximizda buzib o'tilgandan keyin retestdan keyin minimumni yengil olganicha yo'q. Demak, bizda shakllangan minimum aynan mana shu bo'ladigan bo'lsa, narximizda hali uni yengilab o'tolmadi. Shuning uchun ham bizda tepadagi buy ssenariy ishlash ehtimoli juda ham baland. Hozirgi momentda biz pozitsiya ochishdan oldin kutib turishimiz kerak ozgina. Narximiz чтобы bugun va ertaga zonadan tepada yoki pastda yopilishiga qarab turib, keyin уже biz dalcha pozitsiyani olishimiz mumkin tillada. Lekin hozir pozitsiya ochadigan joy emas, prosta kutib turish kerak hozir. Bozorda kutadigan joyi, zelka kiradigan joy emas. Agarda bu narsani biz 4 soatlik grafik olsak, 4 soatlik grafikda ham xuddi o'sha zona prosta sal kichkinaroq bo'ladi. Demak, mana shu ko'rinishda zonamizda bo'ladi. 4 soatlik time frame. Narx hozircha buzib o'tolmagan va hay yangilanmagan. Bizda dalsha buy bo'lishini qanaqa tasdiqi bo'lishi mumkin? Bizda narximiz oxirgi maksimum buzib o'tsa, demak oxirgi maksimum, shuni biz yengilab turib, demak narx buzib o'tib, yengilab mana shu joyga retest qilsa, bu ana undan keyin biz buyga pozitsiya olishimiz mumkin. Aynan bizda hay yangilanib, keyin narx retest berganidan keyin bu 4 soatlikda. Va xuddi shunaqa qilib kichkina time frame'ga o'tkazadigan bo'lsak ham zonani moslashtirib olishimiz mumkin. No, обязательно kutish kerak, iloji boricha kattaroq time frame'da tasdiq bo'lishini va o'shandan keyingina pozitsiya ochganimizda biz uchun yaxshiroq bo'ladi. Va uverin bo'ladi shu bilan birga, ya'ni tasdiq olib pozitsiya ochayotgan bo'lamiz. Bizda keyingi instrument Euro USD. Euro USD ni ham birinchi bo'lib biz katta time frame'ni ko'radigan bo'lsak, nimani ko'rishimiz mumkin? Ya'ni haftalik. Haftalikda oladigan bo'lsak, narxda cho'tki impulsiv buy boshlangan va hozircha bu trendimiz tugagani yo'q, ya'ni to'xtamagan. Narxda eng kuchli va eng yaqin haftalikdagi maksimum mana shu nuqta va bizda haftalikdagi mana shu impulsimizda boshlanayotgan nuqta. Aynan mana shu nuqta. Oxirgi sell tugadi va impulsiv buy boshlandi. Biz buni bir kunlikda olib qaraymiz. Endi bir kunlikga oladigan bo'lsak, nimani ko'rishimiz mumkin? Bizda D1da demak liniyalarni sal to'g'rilab olamiz. Maksimum minimumni. Endi bizda buzib o'tilgan kuchli maksimum daraja bor. Aynan mana shu nuqta. Istoriyadan ko'radigan bo'lsak ham bu bizda juda ham kuchli urovin va narximizni buzib o'tgandan keyin ham aynan shu nuqtaga bitta retest qilib, undan keyin dal sell bo'lgan. Demak, narx korreksiya bersa, mana shu nuqtagacha ham tushish ehtimoli bor. Lekin bunaqa impulsiv buyligini hisobga oladigan bo'lsak, bu darajagacha emas, хотя бы mana shu nuqtagacha ham kutishimiz mumkin. Biz aynan korreksiyani. Endi biz buni 4 soatlik grafikka olsak, 4 soatlik grafikda nimani ko'rishimiz mumkin? Narximizda biz haftalikda va kunlikda belgilagan darajamizni qovuradi. Bu juda ham kuchli daraja. Va undan keyin yana bitta narxda muhim daraja bor, aynan mana shu nuqta. Bu joy ham juda ham kuchli urovin hisoblanadi.
ko'rasizlar, kuchli impulsi aynan mana shu nuqtada boshlangan va aynan mana shu nuqtada kuchli impulsda tugatilgan. Demak, bu nuqtani ham biz belgilab olamiz va ikkita belgilagan uровень orasiga biz zona tortib olishimiz mumkin, ya'ni resistance zonasini. Va resistance zonasini tortib olganimizdan keyin narximizni biz kutishimiz kerak. 4 soatlik grafikda aynan mana shu zonani ichiga kiradigan bo'lsa, mana shu zonani orasidan pastga qarab korreksiya bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Va korreksiyamizni ham zonani o'rtasidan oladigan bo'lsak, birinchi minimumgacha 130 pips bo'lar ekan. Va biz minimum stop bilan olishimiz uchun обязательно o'sha kichkina time frame-da pozitsiya ochayotgan paytimizda tasdiq olib, shoshilmasdan keyin savdo bitimiga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu demak bizda ikkinchi ideya aynan yevro dollar ekan. Hop, bizda keyingisi bor funt dollar. Funt dollarda qanaqa ssenariy bo'lishi mumkin? Birinchi bunda ham o'sha haftalik grafikka qaytamiz. Haftalik grafikdan qaraydigan bo'lsak, narxda bunda ham xuddi shunaqa impulsiv buy bo'lyapti narxda va haftalikdagi kuchli daraja aynan mana shu nuqtada joylashgan. Va impulsimizni boshlanayotgan nuqta. Endi bir kunlikka olamiz. Lekin D1 grafikka oladigan bo'lsak, narximizda mana shu nuqtada ham bizda yana bitta kuchli daraja bor. Aynan mana shu sal teparoqdagi o'rinda. Va undan keyin yana bitta nimani belgilab olishimiz kerak. Narximizni buzib o'tgan kuchli maksimum nuqta. Aynan bizda oxirgi kuchli maksimum mana shu nuqta. Buni istoriyadan ham qaraydigan bo'lsak, juda ham kuchli o'rin va mana bu yerda ham masalan korreksiyada ham yaxshigina ishlab bergan va keyingi sellga aynan impuls mana shu nuqtadan pastga qarab ketgan. Shuning uchun ham bu darajani belgilab oldim. Va xuddi yevro dollardagi bunda ham xuddi D1 grafikda biz zonani belgilab olamiz. Endi undan tashqari hozir narximizga o'zi e'tibor beradigan bo'lsak, biz misol 4 soatlik time frame-da narx flat bo'lib qolgan. Ya'ni konsolidatsiya bo'lib, yig'ilib qolgan va maksimumni ham minimumni ham buzib o'ta olmayapti. Bunaqa holatda nima qilishimiz mumkin biz? Maksimum va minimumga biz zona tortib belgilab olamiz-da. Oxirgi maksimum bilan minimumlarni narximiz qaysi tarafi buzib o'tsa, o'sha tarafga qarab pozitsiya olishimiz mumkin. Ya'ni agar tepani buzib o'tsa, resistance-gacha buyga va aynan mana shu nuqtadan sellga. Yokida ikkinchi ssenariy ham bo'lishi mumkin. Qanaqa buzib o'tib, retest, pastga sell va dalsha keyin uje impulsiv buy. Mana shunaqa ssenariy ko'rishimiz mumkin biz funt dollarda. Bu bizda 4 soatlik grafik. Analiz qilayotganingizda yana bir marta eslatib o'taman, har doim o'sha katta time frame dan boshlab analiz qilishimiz kerak. Chunki biz общий объем aniqlab olamiz, общий trend qayerga ketyapti va qayerda aynan kuchli darajalar bor katta time frame da. Va o'shandan keyin o'sha kichkina time frame larga tushib kelaveramiz. Atak analizi har doim katta time frame ni boshlashimiz kerak. Demak, bizda keyingi instrument neft. Neftda ham birinchi o'sha haftalikda boshlaymiz analiz qilishimizni. Haftalikdagi aynan kuchli support, juda ham kuchli support va undan keyingisi aynan hozirgi momentda bizda resistance ga aylangan o'rinimiz haftalikda. Va bir kunlik olamiz. Bir kunlikga olib qarasak, bir kunlikda ham xuddi shu darajalar o'zgarmasdan qoladi, ya'ni o'sha minimum va maksimum darajalar. Undan keyin biz 4 soatlikga olamiz. 4 soatlikda nimani ko'rishimiz mumkin? 4 soatlikda bizda hozirgi men belgilab olgan o'rinimizdan oldiga yana bitta o'rin qo'shishimiz mumkin. Ya'ni o'rin emas, buni srazu aynan mana shu ko'rinishdagi zona qilib belgilab olishimiz mumkin mana shu darajani o'rniga. Mana shu narsa bo'ladi. Va bu e'tibor bersanglar bizda istoriyada kuchli support bo'lgan, buzib o'tilgandan keyin o'sha resistance ga aylandi va keyingi safar ham mana impuls bilan buzib o'tdi, retest dalsha buy ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Va hozirgi momentda bizlar aynan 4 soatlikda e'tibor bersanglar maksimum yangilanmayapti, demak oxirgi maksimum va bizlar keyingi shakllangan maksimum. Va ketma-ket 3 ta H4 ga olib qaraydigan bo'lsak, maksimumlar bir-biridan pasayib kelyapti. Bu degani bizda hali ham narximizda общий trend, down trend degani. Va biz qanaqa ssenariy ko'rishimiz mumkin bundan keyin neftda? Aynan. Agarda narximiz shu minimum buzib o'tadigan bo'lsa, aynan mana shu narxga 65 ga retest va keyin impulsiv sell ko'rishimiz mumkin. Lekin bu narsa ko'proq bizda fundamentalniy analizga bog'liq. Hozirgi momentda Rossiya Ukraina urushi va Tramp qo'yayotgan sanksiyalar bozorga juda katta ta'sir o'tkazyapti. Shuning uchun ham обязательно neftda yoki tillarda pozitsiya ochishimizdan oldin biz fundamentalniy tahlilni amalga oshirishimiz kerak.
Shu investing.com yoki Forex Factory'ga ochib turib, aynan commodity'larga, o'sha yer qazilma boyliklariga oid yangiliklarni o'qib chiqish kerak. Ular bilan tanishib chiqish kerak. Neftni, masalan, eksport importda qanaqa muammolar bo'lyapti yoki Rossiyaga nisbatan qanaqa sanksiyalar qo'yilyapti, qaysi sanksiyalar kuchaytirilyapti. Shunaqa narsalarni обязательно o'qib, tanishib borishimiz kerak. Va bular haqida to'liq shu o'rganib chiqishi uchun men dars tayyorlaganman fundamentalniy analiz bo'yicha. U tepada videosi chiqib keladi. Shundan o'tib bemalol o'rgansanglar bo'ladi fundamentalniy analiz qilishni ham. Demak, biz shu analizimizni davom ettiramiz. Neftda aynan mana shunaqa ssenariy bo'lishi ehtimoli juda ham baland. Ya'ni agar bizda minimum yangilansa, общий trendimiz sellda va pozitsiya ham dali sell bo'lib ketadi o'sha. Biz har bitta retestdan keyin sellga pozitsiya qarashimiz mumkin. Va bizda oxirgi instrument USD CHF. USD CHF biza birinchi bunda ham haftalik time framedan boshlaymiz analiz qilishimizni. Demak, haftalikda narxdagi eng yaqin va eng kuchli minimum nuqta va bizda o'sha impulsimiz boshlangan joy. Undan keyin biz bir kunlikka olamiz. Bir kunlikda oladigan bo'lsak, narximiz aynan buzib o'tgan bizga kuchli support daraja kerak. Misol mana shu daraja. Narxdagi juda ham kuchli support, bu yerdan bizda zo'r korreksiya bo'lgan, buzib o'tilgandan keyin retest bor va D1 dagi impuls aynan mana shu nuqtadan boshlanyapti bizda. E'tibor bersanglar. Va bizda keyingi korreksiya ham aynan mana shu nuqtagacha ham borish ehtimoli baland. Endi biz 4 soatlik time frame ga olamiz. 4 soatlik time frame da nimani ko'rishimiz mumkin? 4 soatlikda e'tibor beradigan bo'lsak, narxda o'sha maksimum daraja shakllangan. Mana kuchli qarshilik darajasi bor. Va shu bilan birgalikda sirazu narxda o'sha minimum ham bor. Aynan mana shu zona. Va narximizda katta ehtimol bilan agarda maksimum yangilansa 4 soatlikda bitta retest va dalshi hozirgi belgilagan o'rganimizgacha mana shu nuqtagacha bayi ko'rishimiz mumkin. Aynan USD CHFda. Va bu narsa faqatgina hozir frank emas, USD ga ham katta rol o'ynayapti. Nimaga kattaroq bog'liq bo'lyapti? Chunki DXY narxi faqatgina impuls bilan sell bo'lib kelyapti, downtrend bo'lyapti va hozirgi momentda DXY ham zo'r o'rinda turibdi. Aynan bayga reaksiya olishi mumkin bo'lgan. Va DXYda agarda bizda impuls boshlanadigan bo'lsa, USD franklarda ham dalishi o'sha bayga impuls boshlanishi mumkin. Ya'ni o'sha USD birinchidagi paralarimizda. Shu bilan birga berilgan ideyalar bo'yicha savdo ochayotgan paytingizda albatta risk qoidalariga amal qilib savdo qilinglar. Risk managementga amal qilinglar. Katta lot ochmanglar va shoshilmasdan savdo qilinglar. Bozorda pozitsiya ochishga har doim vaziyat bo'ladi. Glavniysi shoshilmasdan sabr bilan o'sha momentni kutib, kerakli momentda pozitsiya ochish. Hammaga rahmat. Videomiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Charchamanglar, salomat bo'linglar.